amakimiz yurib keldilar, mana uylarida mehmon qilib, mashinadan qildirishgan amakimiz. Hozir o'zlaridan fikr bilamiz. Oxiri kechga qolib ketdi akalar. Amaki mashina qalay bo'libdi? Zo'r, yaxshi. Chem oldingizda hozir butun zo'r, отличный, zakonni bo'ldi, mягкий bo'ldi. Aha. Sal olib qochaydi, o'ng chap tomonda olib qochaydi, o'shani ham yo'q bo'ldi. Вообще zo'r, mягкий bo'ldi. Rollari ham yengilib qoldi. Gidravlikadan ham undan ham o'tib ketdi, zo'r bo'ldi. Rahmat. Tavsiya qilasizmi qolganlarga? Minnatdor, tavsiya qilaman, kelinglar. Pushaymon qilmaysizlar. Adresni aytib bering, Adres Samarqand shahri Oqmachit. Oqmachit. Oqmachitda. Bo'ldi, rahmat. Oqmachitda, bu yoqqa Mo'lyon ketadi, u yoqqa nima ketadi? Maktabni to'g'risida Oqmachitda. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Samarqanddamiz. Inshaalloh ertaga ham ancha chetda bo'lsa kerak. Ozgina mahsulotimiz qoldi. Bugun bir 6-7 ta damazmi degan akalar xursand qildik. 9 ta bo'ldi. 9 ta bo'libdi. Ertaga ham bir 5-6 ta qoldi. Inshaalloh bemalol telefon qilaverasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang.